Mana. Wow. Havasim keladi ya yangi qozon olganlarga. Tada! Pakovkani qaranglar, qizlar, pakovkani. Shunaqa qozonlar ko'rganmisizlar biron joyda hech qayerda ko'rmagansizlar, xo'p? Mana krishkasi qizlar, o'zi pasporti bilan. Qozonimiz diametri 26 vashi. Ya'ni mana bunaqa qozon yo'q, dahshat. 4.1 litrlik qozon qizlar, 4.1 litrlik diametrlarigacha yozilgan, markasigacha yozilgan, pasportlarigacha hamma narsa bor. Buni qarang. Yapaloqligini qaranglar, buni asalligini qaranglar buni. Endi buni krishkachasini olib, hozir ko'rsataman. Og'irgina qozonlarimiz bu 1000 yillik qozonlar qizlar, 1000-2000 yil ishlatasizlar. 1000-2000 yil qo'rqmasdan og'zini to'ldirib aytaman. Bunaqa qozon umuman hech qayerdan topa olmaysizlar. Qidiringlar, agar topa bilsangizlar menga aytasizlar. Faqat shu firmada, Atomic firmasida bo'ladi bu qozonlar. Wow. Wow. Prям shu sevaman, to'g'risi. Juda ham chiroyli.